Psixologiya bu inson qalbining sokin ko'zgusi, fikrlar to'lqini-yu tuyg'ularning samoviy raqsi. Bu fan emas, balki yurak sirlarini tinglaydigan so'zsiz suhbatdir. U ongni yorituvchi mash'al, ruhni ardoqlovchi ilmdir. Bizning loyiha qahramonimiz Mo'tabarxon Maqsudova 42 yildan buyon psixologiya yo'nalishida faoliyat olib bormoqdalar. Dasturimiz davomida ularning hayot yo'li, faoliyatlari davomida erishgan yutuqlari, duch kelgan qiyinchiliklari haqida hikoya qilamiz. Men Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kujron qishlog'ida tug'ilganman. Yoshligimdan o'qishga, bilimga bo'lgan qiziqishim juda kuchli bo'lgan. Chunki o'sha paytda ustozlarimiz juda ham kuchli mutaxassislar bo'lishgan, fanlarni yaxshi o'qitishgan. Ayniqsa men ona tili va adabiyot faniga, ijtimoiy fanlarga ko'proq qiziqqanman va ona tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lish uchun Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetiga hujjat topshirgani borganman, dadam rahmatli bilan. Maktabda chet til o'qituvchilari juda ham kam bo'lgan, baho qo'yib berish olmagan. Chunki 5 yildan kam o'qitilgan bo'lsa, baho qo'yib berilmas ekan. Shuning uchun ona tili va adabiyot fakultetiga hujjatimni topshira olmaganman. Chunki u yerda chet tilidan ham kirish imtihoni qo'yilgan ekan. Mo'tabarxon Maqsudova umrini shu kasbga bag'ishlab, inson ruhiyatini o'rganishda, uni tahlil etishda ko'plab yutuqlarga erishganlar. Birinchi qadamni tashlash qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar Mo'tabarxon Maqsudova chekinmadilar. Keyin aylanib yursak, dadam rahmatli bilan politekonomiya, filosofiya, psixologiya degan yozuvlar turgan ekan qabulda ishlayotgan xodimlar o'tirishgan va ulardan so'raganmiz, bu fanlar qanaqa mutaxassislik yetishtirib chiqaradi deb so'rab tursak, o'zimizni bitta aspirant kelib qo'ygan qishlog'imiz. Ular kelib menga maslahat berdilarki, psixologiyaga topshir. Psixologiya fani hozir endi rivojlanib kelayotgan fanlardan biri deb qiziqtirganlardan keyin tavakkal qilib psixologiya yo'nalishiga hujjat topshirdim va 4 ta kirish imtihoni topshirib 1977-yilda o'qishga kirdim. Hayotda samimiylik bilan birgalikda qat'iyatni ham o'zlariga shior qilib olgan Mo'tabarxon Maqsudova ham ishda, ham munosabatlarda insonlar ko'ngliga yo'l topa olgan. Mo'tabarxon Maqsudovani bilimi, kasbiy tayyorgarligi, harakatchanligi har doim meni hayratga soladi. Inson sifatida, olima sifatida, oila bekasi sifatida Mo'tabarxonda o'rganadigan jihatlar juda ham ko'p. Juda ko'p tomonlarga havas qilaman. U kishidagi g'ayrat, shijoat, harakatchanlik, tirishqoqlik, maqsadga intiluvchanlik sifatlarini qadrlayman. Mo'tabarxon Maqsudova shunaqa bir xarakter egasiki, oldida turgan qiyinchiliklardagi muvaffaqiyatsizliklarni yengib o'tib, doim oldinga intilishga harakat qiladi. Hatto zimmasiga yuklangan vazifalar uning uchun qaysidir ma'noda qiyinchilik tug'dirsa ham, u shuni qiynalganini yoki shunda qandaydir muammolarga duch kelganini ham boshqalarga sezdirmaslikka va uni bartaraf etib, albatta boshqalardan birinchi bo'lishga harakat qiladi. Faoliyatim davomidagi muvaffaqiyatlarning sababchisi avvalo ishonch bo'lsa, so'ngra sizni qo'llaguvchilardir. Mo'tabarxon Maqsudova ustozlarini birma-bir sanar ekan, faxr tuyg'usini ko'zlaridan yashira olmadi. Yo'llanma bilan ishga keldim psixologiya kafedrasiga. Bu yerda ustozlarimiz bor edi. Azimjon Asqarov kafedra mudiri, rahmatli ustozimiz, Burxonov Akbarjon domlalar, Najmiddin Qo'chqorboy domlalar, Munavvarov Abdurashid Qahharovich degan professor domlalarimiz bor edilar. Shulardan Ravila Tashmirzaeva Muhammadjanova degan ayol o'qituvchi bor edilar, mutaxassis. Shulardan men psixologiyaning sirlarini yana ham ko'proq tajriba o'rgandim. Meni eng asosiy ustozim Toshkent davlat pedagogika universitetida psixologiya kafedrasida bir necha yil ishlagan fan arbobi Muhammad Gabdulgalimovich Davletchin domla bo'lganlar. Chunki Asqarov domla 1 yildan keyin vafot etganlar. Undan keyin Davletchin domlani o'zlariga iltimos qilib, o'zingiz oling ilmiy rahbarlikka deganida, bo'pti, yordam beraman, chunki Namanganda juda ham olimlar kam. Sizlarning sohalaring bo'yicha bitta Asqarov Azimjon bor edi, u ham o'tib ketdi. Sizlarga kerak olimlar deb o'zlari olganlar va yordam berganlar. O'zbek ayolidagi matonat boshqa hech qaysi xalqdagi ayollarda topilmaydi. Mo'tabarxon Maqsudova 2 farzandning onasi bo'la turib,
o'z izlanishlariga befarq bo'lmadi. Aksincha, ikkisiga ham birga birdek munosabatda bo'ldi. Birinchi kelganimda unda o'qituvchilik shtati juda ham kam bo'lardi. 82-yilda hamma o'qituvchilar katta yoshli nafaqadagi o'qituvchilar ekan. Eng yosh mutaxassis bo'lib men ishga qabul qilinganman. Talabalik yillarimdayoq ilmiy ishlarni olib borishga, olim bo'lishga qiziqqanman, chunki o'sha yerda aspirantlarni ko'rib havas qilib, o'shanda menda ilmiy tadqiqot ishini olib borishga ishtiyoq, qiziqish paydo bo'lgan. Mo'tabarxon Maqsuda o'z hayoti haqida gapirar ekan, ko'zlariga yosh olib, o'z qiyinchiliklariga qanday bardosh berganini eslaydi. Ustozlarim o'gitlari doimo meni yo'limni yoritib bordi, deydi qahramonimiz. Ikkita farzandimni dunyoga keltirgan aspirantlar davrida qachon borsam domlam rahmatli qachon ketasan derdilar. O'zi bir kunga borardim, zo'rg'a yosh bolalarni tashlab. Domla meni holatimni, sharoitimni tushunardilar-da, qachon ketasan derdilar. Qanaqa ish qilib o'tirishlaridan qat'iy nazar birinchi ko'rsatadigan ilmiy ishimni olib borardim, uni ko'rib, qo'shadiganini qo'shib, oladiganini olib, yordam berib, shunaqa qilib ishlaganmiz birga domla bilan. Xo'jayinim talaba bo'lganlar, talabaga turmushga chiqqanman. Qaynotam rahmatli o'qituvchi bo'lganlar, maktabda bizga ustozlik qilganlar ona tili va adabiyotdan. Domlam o'zlari sovchi bo'lib borganlar va meni qo'llab-quvvatlaganlar. Eng ko'p qo'llab-quvvatlagan shu qaynotam bilan turmush o'rtog'im, ham onam rahmatli menga juda ham katta yordam berganlar. Men aspirant bo'lganman, turmush o'rtog'im talaba bo'lganlar, yosh bolalarimiz bo'lgan. Uyimiz bo'lmagan, ijaralarda yashaganmiz. Mo'tabarxon Maqsuda faoliyatlari davomida ko'plab do'stlar, tanishlar orttirganlar. Qiyinchiliklarda, har xil vaziyatlarda uzoq yillar birga bo'lgan do'st sifatida Zarifaxon Qurbonovani ta'kidlaydilar. Mo'tabarxon Maqsudova bilan biz 1978-yildan buyon Toshkent davlat universiteti psixologiya yo'nalishiga men birinchi kursga qabul qilingan kun davrimdan tanishmiz. Asosan talabalik davrida paxta yig'im terimiga borgan paytimizda Sirdaryo viloyatini Oqoltin tumani dalalarida tanishganmiz. Yuqori kurs, ya'ni bir kurs yuqori, ikkinchi kursda shunaqa namanganlik qiz borligini, shu bir ham shahar ekanligimizni bilib juda ham quvonib ketganman. Musofir shahrida o'zingni yurtingdan bir yaqin dugona topish bu insonga juda katta baxt. 4 yil davomida bitta yotoqxonada yashadik, talabalikning eng jo'shqin, qiziqarli davrlarini birga o'tkazdik. Ular bilan keyingi kasbiy faoliyatimiz ham deyarli bir vaqtda kechdi. Qariyb 40 yildan buyon yelkama-yelka bitta kafedrada, bitta fan o'qituvchisi sifatida psixologiya fanini targ'ib qilish, psixologiya fani bo'yicha talabalarga bilim, ko'nikma, malakalar berish jarayonida hamon birgalikda faoliyat olib boryapmiz. Ustozimizni ko'rib hayotga qiziqishimiz, hayotda o'zimizni o'rnimizni topishimiz uchun nihoyatda ibratli fikrlarni, bilimlarni olganmiz. Keyinchalik hayotda ham o'zimizni o'rnimizni topish uchun ustozning fikrlarini juda ko'p qo'llaganmiz. Birga ishlayotganligimizdan juda ham xursand bo'lganman. Ustozimizga doim shogird bo'lib yurishlikni orzu qilardim va hozirda mana shu ustozimizning eng suyukli shogirdlaridan biriman deb o'ylayman. Men ustoz bilan ishlayotgan jarayonlarimda hozirgi faoliyatimdan juda ham faxrlanaman. Ulardan olayotgan har bir fikrlari, aytayotgan gaplari, so'zlari, harakatlari, bizni jamoaga birlashtirishi, hammasi uchun ustozdan nihoyatda katta kuch, energiya qabul qilaman. Meni shu energiyaga boy bo'lishim uchun ustozimizning mana shu energiyalari menga juda katta foyda beradi deb o'ylayman. Ish faoliyatlarida barchaga namuna qilishga arzigulik malakalari bor. Hamkasblari ular haqida gapirar ekan, avvalo kirishuvchanlik, jasorat hamda matonatlarni tilga oladilar. Ustozimiz Mo'tabar Absalomovani 2014-yildan beri yaqindan taniyman. Tanishganimdan buyon ustozimizdagi bir ajib bir hislatni juda havasim keladi. Nima deganda, ustoz juda bir mehnatkash, shijoatli, g'ayratli shaxs sifatida shogirdlarga o'rnak bo'lib kelyapti. Bir nechta darsliklar, o'quv qo'llanmalarini muallifi hisoblanadilar. Ustozni
menga eng yoqqan tomonlaridan biri bu har doim labbay deb javob berishi, fakultetda kafedrani, umuman universitetda qanday vazifalar bo'lsa, topshiriqlar bo'lsa, o'z vaqtida labbay deb javob berishlari. Bu kerak bo'lsa yoshlar o'rnak oladigan sifatlardan biri hisoblanadi. Jamoamizda 14 nafar professor o'qituvchi faoliyat olib boradi. Ular ichida ustozimiz chin insoniy xislatlar bilan ajralib turadi. Ayniqsa tadbirlarda juda bir faol. Yoshi ulug' bo'lishiga qaramasdan, yoshlarda yo'q shijoat bor, g'ayrat bor. Shunday qilib, Mo'tabarxon Maqsudovaning bugungi muvaffaqiyatlari tag mezonida uning maqsadiga bo'lgan ishonchi va qat'iyat bilan qilgan harakati yotadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Dasturimiz davomida ularning hayotiga qisqacha to'xtaldik. O'zingiz uchun kerakli bo'lgan samimiy va pok xislatlarni qanday va qayerdan olish kerakligini xohlasangiz, qahramonimizning hayot yo'llarini namuna sifatida olishingiz arzigulik. Biz dasturimiz soatlarini shu yerda yakunlaymiz. Mo'tabarxon Maqsudovaga esa omad va zafarlar tilaymiz. Toki kelajak avlod kamolotida o'z qo'shayotgan hissalari bardavom bo'lsin.